Yoldaş Li Yulong ağır hatalık ötküzgenlik üçün baş ştab Yoldaş Li Yulong'ni mustaqil polkning komandirlik vazifasini iptashlashni qaror qildi. Yoldaş Zhao Gang mustaqil polkning muvaqqat komandiri qo'shimcha siyosiy komissarligiga tayinlandi. Yoldaş Li Yulong'a bir qatim cho'ng gunoh yuzlab mustaqil polkning 1-batalyonining komandirligiga tushirildi. Keyingi ifodasiga qaraymiz. Bu buyruq bugundan boshlab kuchga ega 18-gruppoviy armiya siyosiy boshqarmasi. Rayib, mening hiliqi. Loli, to'xtab turing. Sizga deydigan gapim bor. Sarang oldunuz mu? Ne bidep beni hırsız? Etlek! Muşundaq neçe ming odam bor cho'ng polkni menga tashlab qo'yib, harbiy ishlarni bilmaydi deb tomosha ko'radiganmidingiz? Nurg'un janglar bizning harakatimizda, ha? Qanchilgan alvastlar bizning o'ltirishimizni kutib turibsa, atrofdagi vaziyat murakkab tursa, biz sizdan qandaqmi bir kun ayrila olamiz. Lekin siz birdamlik ochig'imizni deb nemishqa bu shunday qilasiz? Men o't ko'ysam mayli, lekin bu polikcho endi qanday qilaman? Kim dedi ağrımsız? Ağrıp yaralanmagan bo'lsangiz bu ishim bo'lmaydi. Taat quloqni men taatdim ha? Doim meni samimga samimi deysiz. O'zingizni qilishchi, siz eshakmi? Eshakni bir sepilgan ko'rikdan ikkinchi o'tmaydi. Vicdanınız bilan gap qilmadingiz. Siz doktorxonada yetibla, men 3 narsamdan ayrilib qoldim. Xotinimni alvastla o'ltirib etdi. Hayat mamatda bilib bo'lgan birodarimning kallasi qaroqchilar tendi juda qildi. Ondan boshqa mening komissarim 23 kun ussiz yotdi. Maydamga bir pash toshni qo'yib qo'ygan taqdirdimi, bu chaqchi o't bo'lib yonatdi. Menimi to'mirda so'qmagan. Mening yuragim bor, vicdanım ve hissiyatim bor. Qani daha, siz bo'lmasangiz men kim gidayman? Loli, meni kechiring. Bajo, sizni kechiring. Polk komandiri, 1-batalyon bizning koni makonimiz. Xotirjam turavering. Kim gapingizga quloq solmasa, aytib bersangiz bo'ladi. Bo'lmasa men 1-batalyonga qaytib kelib, sizga hamroh bo'layman. Jon Rabio, sen degan polk shtabining shtab boshlig'i. Polk shtabi turmasang bo'lmaydi. Shunchalik qoidani bilmabsan.
Aras, pot komandiri, mavta makini çekin. Haqiqiy ko'ni qilish markalik tamaka. O'tganda Pinamga hujum qilganda o'lchagan. Nima ish balduroq chiqolmaysan? Hey, meni poli komandiri davama. Hozir bizga jov siyosiy komissar komandir. Xo'p, pot komandiri. Mana, berib Anxonayisining xaritasidan birini tepga. Men ko'makchi. Hop. Doktor, polis komandiri, 1. batalyondagi askarlarning hammasi yig'ilib oldi. Ko'zdan kechirgaysiz. 1. batalyonning sobiq komandiri Jandab yo'q. Tabiyo, sana ne çıkıtım dedim. Bundan keyin meni poli komandir deb chaqirma. Men hozir poli komandiri emas, meni batalyon komandiri deb chaqirgan. Angladingmi? Doktor, 1. batalyonda Li familiyalik batalyon komandiri yo'q. Polis komandiri bor. Bo'ldi. Men degan xaritani tepib keldingmi? Berive, o'zingning ishini obdan qilsangli bo'ldi. Bag'i. Hop, polis komandiri. Teshikma batalyon komandiri. Kim seni batalyon komandiri deb chaqirsin dedi? Yeng askar turib. Nima deb odam ursiz? Ha? Kim seni shundaq deb chaqirsin dedi? Sen eg'i ochiq ishdan keyin bergan vaqtda o polis komandiri edi. Bizning mustaqil polisda unda boshqa komandiri yo'q. Anladingmi? Anladım. Bakın. Loli, bu qitim diviziya shtabiga yig'inga bordim. Yuqoridan 3 ishni yetkazdi. Birinchisi Aldırmang. Ha, aldırmay doklad qilsangiz bo'ladi. xatolik o'tkazmasangiz polis komandiriga o'xshaytdingiz. Lekin xatolik o'tkazib turib, haddingizdan bak ishib ketdingiz. Bilmagan odam diviziya komandiri bikin deb qoladi. Polis komandiri, men qasdan qaydavatga o'xshamamsiz. Sizga shuni deb qo'yay. Bunday yana shunday qilgan bo'lsangiz, konseptdashlikni kechirmanjimi? Kechiring. Ochig'ingiz nimandaq yomon bo'lib ketdi. Doklad! Ruxsat. Doklad! Muvaqqat polis komandiri, 1. batalyonning komandiri Li Yulong buyrug'i binoan yetib keldi. Yo'l yo'riq bergaysiz. Nimanda qamlashmagan odamsiz. Meni qasddan yer qartay demoqchimi? Doklad polis komandiri, men Li Yulong xatolik o'tkazgan odam, boshliqning har vaqt tarbiya berishi so'rayman. Qo'rq gapni nimanda to'liq qilasiz? O'ltirsangiz bo'lmamdi. Polis komandiri, haddim emas. Loli, to'liq xubsanlik qilmang. Gapingiz bo'lsa, davring. Boshliq, orqangiz bormi? Yo'q. Boshliq degan yolg'on so'zingiz bo'lmaydi. Men haraq butulkisining aviyat turg'anligini ko'rib qoldim. Qo'ying, liqlab qo'ying. Rosa bir ishchi, ha? Liqlab qo'ying. Menga xuddi mening darajam tushirilib jazo berilgandek tuyulyapti. Kimga desam bo'la?
Bo'ldi. Nimandaq shivirsiz? Kimga deydiganlikqa qaraymiz. Agar muvaqqat polik komandir desa darhol ish ishdan to'xtayman. Konsept ishim degan bo'lsa, uning bundoq degani oz bo'lib qoldi deb mazoq qilgani. Shundoq emasmi, ha? Agar shundoq deydigan bo'lsangiz, emas ish o'lib bilan. Men hech tushunamadim. Nima ish butun politiklar orasida alayda bo'lib olasiz? Neymiş butun polik bo'yicha faqat sizning darajangiz to'valtildi demaysiz. Amlimda quruq qoldim, haroqmi ishkil qo'ymaysiz. Meni yashig'liq qo'yamsiz yo'q. Lavli, bo'ldi. Rasmiy gapimizga kelaylik. His qildingizmi? Bu yil beshidan boshlab vaziyat xili yaxshi turdi. Sovet Qizil armiyasi bilan Angliya, Amerika ittifoqdosh armiyasi Germaniyaga o'xshamagan ikki tarafdan hujum qilyapti. Gitlerning kuni oz qoldi. Amerika armiyasi Tinch okeanda hadab nusrat qozonyapti. Hatta Yaponiya mu Amerikaning bombardiman qilish kun tartibiga kirgizildi. Meningcha bu yil urush oxirlashgandek turdi. Men unda ishga qiziqmayman. U ish bilan ko'rim yo'q. Men faqat ko'z oldimdagi ish qilib qiziqaman. Qarang, ha? Ha, qarang. Ko'ksizliklarni ko'rdingizmi? Tirkishayotgan taraflarning kuch selishtirmasi aks ettirilibdi. Lavli. Bekor turmagan bo'lsangiz-da, men xotirjam bo'ldim. Men degan kim? Shundoq. Hozir Alvastlarning kuni tas bo'ldi. Lekin Choyunfe bizga xiris qilib turdi. Qo'mondonlik shtabini Anhua shahriga o'rnashtiribdi. Yaponlarmi bunga bir nima deyamidi? O'lish kun Choyunfening uchirotisi Shigan rayonidagi kichik atrofimizni qurolsizlantiribdi. Men uning bilan so'zlashib chiqib birsini avatgandim. U nima deganligini aytib beqing, ha? O sizlarning Leninning polik komandiri Kasson, men faqat shuni to'niyman debdi. Bu soltak ag'indarchilik yaraydigan-jimi? Lavli, nimandaq go'daklik qilasiz? O 8-armiya bosh shtabining nopozini kamsitayotdi. Bosh shtabning buyrug'iga xiris qilib, orqa bo'lgunchilik qilyapti. Men uning bundoq maqsadi borligini sezmadim. Sizlar bir-biringlardan qu odamlar. Alvasdan yo'qtish jihatdan olganda, Choyunfeyni jinsiy armiyasidagi azimat deyishga munosib. Lekin gapimizga kelsak, bu odam japadili billa bo'lib, alovatda billa bo'lolmaydi. Meningcha, Choyunfey hozir ko'pining ustida beliq yeyotgan mushukdek turmushning payzini suryapti. Bu nima deganingiz? Ana men deb chiqibdi turmamdi. Anhua naisi mubada Choyunfeyning qo'liga tushib ketadigan bo'lsa, buning qarang. Mustaqil polikning tavalligining sharqi bilan g'arbi tutashmaydi. Janubdagilar shimoldagilarga yordam berolmaydi. Zaminiga keng, lekin har qancha cho'ng bo'lgan bilan yana Choyunfeyning oldiga qo'yilgan beliqqa o'xshash. Mushukka beliqni tishlatib qo'ysangiz mushuk uxlay olamdi, chidamasa u cho'qim sizni tishlaydi. Tushundim. Dengmening yangi birinchi polki bilan Kongjiyaning yangi ikkinchi polki mudofaaga o'tkazib ketilgandan keyin Choyunfeyning yuragi xili yo'qnab qoldi. Bu rayonda faqat mustaqil polklar uning raqibi bo'la oladi. Shuni biz bilan kuch sinishishi mumkin. Choyunfey hozir do'stligimizning yuzini qilib cho'ng harakat qilmayotdi. Keyin qandoq bo'ladi? Buni bir nima demakdas. Aniqlab turmamdi. Bu hargizmi Choyunfey bilan bizning o'tirimizdagi shaxsiy masala emas. Shaxsiy hissiyat jihatdan olganda do'st bo'lib o'tsak bo'ladi. Lekin siyosiy jihatdagi ixtilofni murakkab qilib bo'lmaydi. Aman har kim o'z yo'liga mangadigan gap. Aplashmasa kelgusida mustaqil polik bilan 358-polik o'rtasida to'qnash yuz berishi. Hatto Kompartiya bilan Gomindang Jungoning istiqboli va taqdiri uchun hal qilib jang qilib qilishi mumkin. So'kagish to'g'ansa dushman kagicha askar debdikan. Gomindang bilan 10 yil tutishgan ekanmiz, yana 10 yil tutishdan qo'rqib qolmaymiz. Choyunfey meni polik komandiri deb to'nagan ekan. Men berib ko'rishib kelay. Bo'lmasa namertlik qilgan bo'laman. Lavli, chaqchaq qilma. Ma'lumdan qarab beqinga. Tunigun u men xat avatibdi. Xetida meni noyidagi qo'mondonlik shtabiga kelib paranglashni aytibdi. Agar men bormasam, Choyunfey hamma yerda so'zlab meni sesitib o'tadi. Yuzimizni to'ksak bo'lmaydi. Borsangiz bo'lmaydi. Buning hiyla ekanligi aniq turmamdi. Hiyla bos bo'lmamdi. Bormasam ziyon tortaman. Yo'q. Borsangiz bo'lmaydi. Undaq noyidin ishni berman desam, sizdek polik komandiri bilan tegishmayman. Yani polik komandiri degil turdingiz. Xatolashyapsiz. Hozir menga batalyon komandiri. Undaq bo'lsa borsangiz texim bo'lmaydi. Nemishqa? Chunki men qo'shilmayman. Bojo, ikkimizning ish taqsimoti ayrim. Har 5 tadi mening deganim hisob. Siz huquqingizda olqib ketdingiz. U degan burunqi ish. Hozir men muvaqqat polik komandiri berishingiz qo'shilmayman. Quruq gap.
Aldımda poli komandirlik kibiringizni ko'rsatma demang. Sizga salom berginim, yuzingizni qig'inim, sizning ko'ngli xush bo'lib qolsin dedim. Sizga shuni deb qo'yay. Qo'shilamsiz, qo'shilmamsiz bag'anim bag'an. Agar yana ochig'ini keltiradigan bo'lsangiz, sizdek muvaqqat poli komandirni hargiz e'tirof qilmayman. Texi men sizni e'tirof qilmayapsam. Amerikachi bu formaning yoqqisini yoqtirib qoldi. Men qilmagan bilan demokratik davlatda formalarmi odamni ruhliq ko'rsatdi ekan. Odamning bo'yni erkin turadi ekan, siqilib qolmaydi ekan. Bo'ringizga general pogondan bir siqonsa, texim yarashatdi. Cho'qim shundaq bo'ladi. Lojo, sizga rostini desam, Mo'shu yoshqicha meni hech kim urib boqmagan. Lekin siz tunjisi qiziq ish. Kichikkina bir ziyoli turib, meni tap atmasdan urdingiz. Bu yo'lvosning burtini tatgandek ish. Jondan to'ygan odamlar shundoq qiladi emasmi? Lekin siz meni rostila urdingiz. Urg'andika qanday qilaman? Amal yo'q. Urishni urib bo'ldingiz. Siz urdingiz. Marazi. Siz Lojo bo'g'ashqa shunda qila oldingiz. Oli. Siz rostilla tayoq seg'inib qopti ekansiz. O'zingizdan seg'inganmi, seg'inmaganmi? Ha, seg'ingan. Seg'ingan. Veyrayib obdan birodarim edi. O jenimni qutuldirib qolgan. Lekin haq uni o'ltirib etdi. Veyrayib ichini o'lib ketdi. Bununla men sebepçi. Özümden biraderinim qo'g'diyanmadim. Men pek pushaymon qildim. Bekli pushaymon qildim. Onu nemişqa xat opirib berishga avatgan bo'g'itdim. Veyrayib, ben sana yüz kelenmeyme. Obdan birodarim. Loli. Ne bo'ldi? Yig'layapsiz go. Xuddi xotin kishidek yig'layapsiz go. Baya nima degandim? Ha? Siz nima degandingiz? Nima yig'laysiz? Tayinliq shu. Nayiga ziyofatga bordigan ishkan go. Bag'ili qo'ymasam yig'layapsiz. Shuncha qilish ketamdi. Beravering. Men sizni to'smayman. Bering. Endi go bo'lgandi. Naga? Nayi bazirga? Nayi bazirga berib nima ish qilaman? Bormayman. Men bu yerda haroq ishchiman. Mana, xo'ja. Xo'ja, endi ishkidek bo'ldim. Naga boraman, ha? Nayi bazirga berib nima ish qilaman?
Polik komandiri. Shaxsiy hissiyatdan aytganda, Li Yulongning bir tal mo'yg'imi takkim yo'q. Gümüşqa. Bu odam meni faqat zeriktirmaydi. Hatto odamning amralligini keltirdi. U haqiqiy vijdonliq azmat. Aqlliq. Uning tarbiyalanish fursati bo'lsa, qaltis odam bo'ladi. Əminsə, nimişqa onun qol salımız? Birinchidan, yuqoridagilar meni fursat tepib, uni ujuqtirishga buyurdi. Bu degan buyruq bo'ysunmsam bo'lmaydi. Ikkinchidan, aqlanlik jihatdan olganda Li Yulong hamon bizning raqibimiz bo'ladi. Shuni uni hozirla ko'zini yo'qotganimiz tuzuk. Komandir, siz kommunistlar bilan aramızda hamon bir jan bo'ladi deb qaramsiz. Saqlanğılı bo'lmasmi? Saqlanğılı bo'lmaydi. Kommunistlar bilan aramizdagi ixtilofni siyosiy qarash jihatdagi ixtilof degandan ko'ra ikki xil madaniyatning to'qinishi degan tuzuk. Kelishtirish mumkin emas. Shuning uchun shaxsiy hissiyat siyosiyga yo'l qo'ymoqdan boshqa amal yo'q. Hay. Arqa sapdagi birodarlar o'ptara tayyorlik qilsin. Li Yulongning qo'l ostidagilarni uncha oladan qiladigan emas. Sal qarashq bo'lmaydi. Vaqt kelganda belgi beraman. Xotirjam bo'ling, hamma tayyorlik bitdi. Joda, ha? Mashq qildingmi? Ha? Onda emasdi. Men texi mashq qilmadim. Qo'sig'imni ep qo'ydim. Polik komandiri, nimişqa tamoq yemaysiz? Ahmaq. Biz nega boramiz, ha? Ay bozorga ziyofatga boramiz. Chuyinfi bizni och qo'saq yo'lga solamdi. Shunga qo'sig'imni ziyofatga ep qo'ydim. Polik komandiri, yo'lga chiqishdan burun siyosiy komissar menga intayin diqqat qilishni alohida topildi. Sizning Chuyinfi bizga maqsadli ziyofat o'rinlashtirganmidi? Maqsadli ziyofat degan nima? Qadimda Chubigi Liubangni ziyofatga chaqirib, tamoq vaqtida Liubangni joylab etmoqchi bo'pti. Buning ichida bir gap bor. Shuni bilmamsan, ha? Changchilik ko'rganmisan? Changchilikdagi qizil yuz Chubigi shu. Savodsizmi ekansan-da? Mening changchilik bilan qo'shim yo'q. Dumpimash qilishga amroq. Sen-chi bilim o'rganmasang bo'lmabdi. Burun meningmi bilimim yo'q edi. Lekin hozir menmi o'rganyapman. Bir tarafdan jang qilg'ach, bir tarafdan o'rganyapman. Hech qaysini tashlab qo'ymadik. Yapon bosqinchilarini qo'g'lab chiqarg'icha universitetni tutirdigan o'xshayman. Ay, Polik komandiri, bilimli odamlar takmatini gap qiladi ekan. Akan qarag'ay demaydi ekan. Qo'qyapti. Janjeshining bilim batiribmi onangni deganni og'zidan tushirmaydi ekan-ku. Men akan qarag'ay deb qo'yganga bilim yo'q bo'lib ketamdi ekanman. Men-ku Janjeshini ko'rib boqmagan. Ish qilib men uchratganlarning ichida siyosiy komissarning bilimi chiq. Komissar akan qarag'ay degan gapni qilmaydi. Og'zingni yum. Siyosiy komissar menchilik narsa bilibdi. Da'vatgan gapini. Chup. Yulfi birodar. Yulong birodar. Va'dangizga vafo qilib odam boshlamaylik yapsiz. Birli muhofizatchi bilan jahon kezman deb qolgan o'xshamsiz. Rostli qo'rqmas botir ekansiz. Chu birodarning qishig'i aroq ichish kelsan, bexatarlik masalasida albatta chatoq yo'q. 358-polikning komandiri turib, mendek bir Li Yulongni qo'llayolmassizmi? Marhamat.
O'ltiring. Marhamat. Rahmat. Ço birodar, men qilmisi boyda siz hayotning payzini surishni bilasiz. Men bir sahroliq, bundaq narsalarga eg'iz tegish tugul ko'ribmi boqmagan. Senshilik bo'lsammi, yetersizligimni yoshirmayman. Senshining qo'rimalari ancha yaxshi emas. Dasturxonga chiqaruvchiligi yo'q. Shimolda eg'izga tetiydiganlari Shandongning qo'rimalari. Ta'limga Shandonglik bir oshpazga erishdim. Uniri yomon emas. Hozir davlat munqarizlikda turayotqachqa sharoitimiz nacharroq. Yo'ling birodar, satish bo'ldi. Elanglar sizlarmi yanglar davlat munqariz bo'lgan taqdirda qo'saqni osh qo'ysak bo'lmaydi. Boshqalarning bizda oldingi septikilar qisib yedi, orqa septikilar chechib yedi deyishdan qo'rqmayman. Yanıla oldingi septikilar o'ptaroq yegan yaxshi. Qachon oldingi septikilar o'ptaroq yesa, urushning oxirlashiga oz qolganligidan derak beradi. Yo'ling birodar, urush tugagandan keyin qanday qilay deyapsiz? Birodar, ol qo'rimini bu yoqqa elo'ting, qo'lim qisqa bo'lg'ach yetmadi. Rahmat Ço birodar, bayon nima degandingiz? Meningmi boshqa o'yim yo'q. Ajdodlarimizning yuzini yo'riq qilish uchun Janviyanjang menga kichikgina bo'lsin amal beramikin degan umiddaman. Birodar, Janviyanjangning oldida bir necha qiz maqtab qo'yasiz. Yo'ling birodar, mening 18-guruh armiyaga kelib fikrim bor. Sizning talantingiz bilan to'hpangizni yaqinqi bir necha yildan buyon Shanshining g'arbiy shimolda chiqargan banqingizni yuqoridagi boshliqlaringiz nimishqa bilsimi bilmasga soladi. Siz degan to'p ko'rsatgan tursangiz, o'stirish tugul darjangizni tuvalatibdi. Nayt kelsa bir necha qaroqchini o'ltirdingiz-ku. Yerlikning tinchligini qo'g'dab, zo'migarlarni yo'qitib, xalqning ko'nglini amin topqizganligingiz uchun sizni tartiqlash kerak edi. Xuddi men uval bo'lgandek bo'p ketdim. Birodar, men Liyolong qarqo'saq odamman. Momisi voy demasa taqsi ko'yinmaydi degan gap bor. Bu dunyoda sizlar menga ko'yinib, meni yod etib turdi ekansiz. Birodar, bo'ldi demang. Yana desangiz yig'lab tashlaydigan o'xshayman. Mushu gapingiz uchun bo'lsa-mu, burun kun ko'taruvdi. Sun muhofizatchi, qo'lsangam Bo'lmaydi. Polk komandiri tex belgi bermadi. Saqlab turaylik. Ço birodar, siz ko'nglingizdagi gaplarni qilayotgan yerda men yo'shirib tursam bo'lmas. Bu gapni faqat sizga da'vataman. Garchi darajam to'valtilgan bilan mustaqil polkda yana meni deganim hisob. Sizmi meni batalyon komandiri deb qarmayapsiz-ku mana, Siz rayonlik kichik atrofni qurolsizlantirib, men kelmasam qurolni qaytarib bermaydiganligingizni debsiz. Bu gapingizga yuqoridagilar toza xush bo'lmadi. Garchi kichik ish bo'lsa-mu, lekin undaq ishni siz avval qilsangiz bo'lmaydi. Bugun kelgandan keyin lavzingizda yenim olmaydigansiz. Ziyofat tukkandan keyin qurollarni ep ketmasam bo'lmaydi. Ko'nglingizni yad qo'ysam qanday bo'ladi? Men azaldan lavzimda turib kelgan. Onun ustiga bu Yo'ling birodarning yashash o'rni bilan munosabatli tursa. Yaxshi. Ço birodar, qani, qo'sha. Yo'ling birodar, bu gapni birdan turib qilishayli. Avval asos gap kelayli. Qanday gapingiz bo'lsa, davring. O'dilli davray, mening sizga hurmatim bor. Siz degan bir azmat. Urush oxirlashgandan keyin yan qo'mondonga deb sizni yenimda ep qilib, Quruqliq armiya universitetida o'qitaymikin deyman. O'qish bitirgandan keyin general mayor bo'lishingizda gap yo'q. Balan ishkanga bu. Nima shartingiz bor? Siz sanchiliklar onasidan qo'sqadilar savdo qilishni biladigan haq. Oladiganni ilib beradiganni bermasa savdo bo'lmaydi. Ço birodar, menga bekor odamgarchilik qilmaydigansiz. Yo'ling birodar, qismimni kengaytmoqchiman. Muavin diviziya komandirlik o'rnidan birisi bo'sh. Qisqamsiz. Amaliyotda mayli 8-armiya bo'lsin yoki jinsiy armiyasi bo'lsin, hammasi Go'mindan armiyasining urush sepiga tava. Biz hammamiz yapon albaslarini yo'qotyapmiz. Nada ishlasangiz o'xshash emasmi?
Yo'lin birodar, ikkimiz el og'ini bo'g'achqa bu gapni faqat sizga da'vatiman. Yapon bosqinchilariga qarshi urush oxirlashgandan keyin chegara rayon hukumati qonunliq yo'sinda mavjud bo'lib turmasligi mumkin. Hukumat davlat ichida yana bir davlatning mavjud bo'lib turishiga yo'l qo'ymaydi. Qismlarni bir tutash tarafga turg'iziladi. Kelgusingizni o'ylamasangiz bo'lmas. To'limi obdan ishkan. Cho birodarning hamma ishda meni o'ylayotganligini bilaman. Lekin men o'ylanib baqay. Pul tepib amaldor bo'lish men azaldan orzu qilib kelayotgan ish. Ha? Ha, qani, ishlayli, ha? Bir narsani so'rab olay. Faqat menila sig'inmagansiz. Mening bir polik odamimni o'ylab qo'ydingiz-ku deyman. Albatta. Polkingizning jangovarligining kuchliligi 2-urush rayonidagi hammalarga ayon. Bundaq isil qo'shinni tashlab ketishga o'zingizning ko'z qiymaydi-ku deyman. Yanala bilib keling. Yanala siz og'indarchilikqa yaraydi ekansiz. Partiyangizning chegara rayon hukumatini amaldan qoldirib o'tishi maxfiyatlik-ku deyman. Cho birodarning buni menga oshkorlig'aligi meni yot ko'migini. Undaq emas. Yo'lin birodar xato tushunib qapsiz. Hozir yanala Gomindan bilan kompartiya hamkorlashayotgan mazgil. Partiyangizdan chegara rayon hukumatini hech kim amalda qoldirib o'tman demedi. Bu degan mening qarshim. Xato ketgan yerlar bo'lsa, ta'lim berishingizni so'rayman. Bir davlatda birli hukumat, birli izm bo'ladi. Shundaqdir. Tushundim. 脑袋酱子，我听不大明白，一个政府是哪个政府啊？一个主义是哪个主义呀？一个政府当然是国民政府，一个主义当然是三民主义了。我听明白了，国民政府是蒋委员长。 Gomindan hukumatiga Jang Viyanjang bosh bo'lyapti. Sizning maqsadingiz butun Jungoga Jang familiyaning degini hisob demakchimi? Dayiga albatta bo'ysunishimiz kerak. Dayi xatolashmaydi. Cho birodar, Dabiyashandagi vaqtimda afat yuz berib, hatto qo'sqimizni to'yg'izamagan edik. U chaqda bizning dahina ketibdi ekan, ha? U nemishqa meni qo'sqimni och qo'ydi. Endi dahimiz qaytib kelsa, men nimaga asosan uning dahiyligini e'tirof qilaman? Yo'lin birodar, ikkilimiz harbiy, siyosiy biz ko'ngil biladigan ish emas. Siyosiy to'g'risida so'zlashmayli, bo'lamdi? Birodar, men siyosiy deganni bilmayman. Bu to'g'rida paranglashqinmi yo'q? Baya dahining gapini qilishdi-ku. Meningcha, bu ish tutuq ot topgan bilan ancha farqlanmaydi. Men o'g'il bo'lishni xohlagan ekanman, nemish o'lgaroq dada tanlamaydi ekanman. Jang Viyanjang degan bu tutuq otiga men ancha ishinib ketmayman. Yo'lin birodar, iddiyangiz nima degan xatarlik? Inqilobiy harbiy bo'lgan odam oldi bilan doiga sodiq bo'lish kerak. Doiga bo'lgan sadoqat, davlatga bo'lgan sadoqat demakdir. Anglab boqmabdi ekanman. Davlat Jang Viyanjangning bo'lsa, biz nimishqa yaponlar bilan urushimiz, ha? Jang Viyanjang o'zi qisilib bo'lmadimi? Men Dabiyashan qaytib söğütümni to'qoy. Birodar, gaplaringiz bag'ansir topdan chiqib ketdi. Bo'ldi, ha? Bo'ldi. Değişmeyli, ha? Değişmeyli. İşteyli. Birodar, bayım nima dediniz? Muavin diviziya komandirlik o'rnidan birisi bo'sh dedingizmi? Bu ishga men qiziqaman. Amaldor bo'lish degan ubda ish tursa kim xush bo'lmaydi? Lekin men o'ylanib baqay. Chataq yo'q. Saqlayman. Qani. Xo'sha. Ko'tirib o'tayli. Bo'ldi. Mening Norman to'shdi. Yo'l xatarlik. Tamoqni yedim. Aroqni ichdim. Endi ma'nosam bo'lmaydi. Yo'lin birodar, sizning aroqni xilli ko'tirdiganligingizni bilaman. Shunchalik ichib bo'ldi qilamsiz. Bugun ikkimiz qong'ich ichimiz. Kim mas bo'lmasa, shuni og'ini demaymiz. Bugun kechda mushadi qo'nib qiling. Bizning bu yerda uy degan to'la. Japa tatib qolmaysiz. Unda qilsam bo'lmaydi. Agar yeningizda bir kech qo'nib qolsam, bizning siyosiy komissar meni fohishxonaga bag'a o'xshaydi deb qoladi. Biz sizlarga yetmaymiz. Bizda unda qilishga ruxsat yo'q. Yo'lin birodar,
agar sizni majbur etib qolsam-chi, ajaba yuzimni qilmamsiz? Ço birodar, achchig'ingizni keltirib qo'ydim. Hergiz men bilan tang bo'lmang. Mana, men jazo harig'i ichay, jazo harig'i ichay. Bo'ldi. Men namaqul. Ço birodar, men Liyulong undaq yaxshilikni bilmaydigan odam emas. Manga yaxshi bo'lsin da'vatqanligingizni ko'nglimda obdan bilaman. Ben xush bo'ldim. Xushliqimdan ichimni qizib ketyapti. Ço birodar, yüzünüzde qilmaganligim emas. Bugun menga sal be'ab bo'lib qoldi. O'ylab baqmamsiz, olvastila kallamni olaman desili satamdiq. Men yo'lda biror kelishmaslik bo'lib qolmasin deb amalsizlikdan shunda qilgan. Aldığınızda sət bo'ldi. Yo'llang birodar, bir vaqt tamoqqa shunchalar ko'p tayyorlik bilan kelibsiz. Bunda qilganingiz menga ishonmaganligingiz emasmi? Ko'nglimga bak keldi. Ço birodar, bundaq desangiz o'zimni qo'ydigan yer topolmayapman. Hergiz xato tushunib qolmang. Olvastilarga taqobil turish uchun shunda qilgan. Biz degan do'st armiya, ikkimiz degan el og'ina. Har qanday odamga qarsansammi, sizga qarsanmayman. Ço birodar, siz bilmaysiz. Ko'proq ichib qo'ysamlar kallam ishlamay, put-qo'llarim menga bo'ysunmaydi. O'tganda o'zimni bilmay bir xotin kishining yuz ko'zlarini siylab ketibdiman. Jazoga tortilg'ili tas qoldim dama. Bu qitim unda qilsam bo'lmaydi. Agar ehtiyotsizlikdan pelkin tortib o'tib qolsam chatoq bo'ladi. Men o'lsam-g'o mayli, lekin sizning o'limga billa so'rab kirsam, chidamas qilgan bo'lmamdiman. Birodarlar, sizlarmi turaverib berib ketdinglar. Aroq so'rinda bunda hasham qilib ketishning o'rni yo'q. Ishonlarni qilaveringlar. Yo'llang birodar, oramizdagi padishab buzilgan ekan, sizga bir og'iz gapni deb qo'yay. Bundan keyin mustaqil polkingiz bilan qo'l ostingizdagilar yerlikning ma'muriyat yurgizishiga bo'ysunmaydi ekan, Shigan kentidagi qurolsizlantirilgan ishlarni saqlag'il bo'lmaydi. Men Chuyinfey Anhuada ikkinchi hukumat bo'lishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Gapingizga qaraganda siz Shigan atratidan tortib olgan qurollarni qaytarib bermayman deyotgan o'xshamabsiz. Unda qilsangiz sab turamiki? Men Chuyinfeyning undaq nimkash mol bilan xo'sham yo'q. Mush fursatdan foydalanib, armiyanglarga bir prinsipni deb qo'ymoqchi. Men azaldan prinsipni o'zgartmayman. Muhofizatchi, bor, mehmon ustilson. Ma'qul. Ço birodar, meni uzitib qo'ydigansiz. Hamma ishning bosh oxiri bo'g'ini yaxshi deganim to'g'rimi, ha? Men-g'o yedim, ichdim, lekin mening birodarlarim yotiqida zog'ri g'ajovatidi. Ma'u ustaldagi oshqan-tashqan tamoqlarga qarang. Ço birodar, sizning yuz obro'yiga intayin ahamiyat berdiganligingizni, haqning mazoq qilishidan qo'rqib oshqan-tashqan tamoqni yemaydiganligingizni bilaman. Men Liyulong bir qarqusoq odam. Ko'nib qopdiman. Isrof bo'ladiganligiga ichim seyirlayotdi. Birodar, meni masxib qo'yibsiz. Ko'rishmagimiz oson emas. Ayrılışqa faqatla ko'zim qiymayotdi. Qadimgilar 18 chaqirim yiroqlikcha uzitib bordi ekan. Biz unchalar qilib ketmasakmi bo'la? 1-2 chaqirim neriga uzitib qo'ysangiz bo'ladi. Ço birodar,
Mening demekçi boğunum şu. Hey, üstüdeki biraderler, korallarınlarını yığıştırılыңlar. Aldımda o bir nimalarni azroq filanlatinglar. Kichik vaqtimda it qo'g'lab, mushunda qo'rqinchoq bo'lib qolganman. Buni bilaman. Birodar, men bek obdan tamoq yedim. O Liyonning beliga partlatqich bog'lab, mehmondorchilikqa keldimi deyman. Qo'l sali chiqib ketinolmadim. U azaldan o'yin qoidasiga rioya qilmaydigan odam. Janggohda mana mushundaq odamdan qo'rqsa bo'ladi. Uning nimani o'ylayotganligini menga bilgil bo'lmaydi. Polk komandiri, xotirjam bo'ling. Bu tompaylarni hamon yo'qtimiz. Yo'lbosni taqqa qo'yib etdik. Qarab tur. Aman bir kuni u bizning dushmanimiz bo'ladi.